Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu buyuk sahobiy bir kun uydan chiqdilar. Ro'zg'or, oila, payg'ambar alayhisalomning kuyovlari chiqdilar, bir mardikorlik qilay dedilar, bir so'm, ikki so'm topay. Hazrat Ali ko'chaga chiqsalar, qarasalar bir odam uyini oldiga bir uyum tuproq qilib qo'ygan. Nima uchun? Loy qilish uchun. Avvallari shu loy uchun alohida tuproq qilib qo'yilardi, oldiga ozgina somoni qo'yilardi. Ali radhiyallohu anhu qarasalar, u xonadon egasi bir ayol. Ayolga aytdilarki, men senga yordam beraymi? Yordam ber dedi. Nima yordam qilay? Shu loyni yo'yasan dedi. Suvga to'ldirib berasan. Qancha berasan dedi. Ali radhiyallohu anhu. Ayol aytdiki, har bir chelagingga bitta xurmo. Bir dona xurmo, bir chelak suvga. Uni quduqdan borib olib kelish kerak. O Madinada oqar suvlar yo'q. Quduq falon joyda. Quduqqa borish kerak, chelagini tashlash kerak, uni tortish kerak, olib chelagini bo'shatish kerak loy uchun. Katta chelaklar, dalu deyiladi u. Ali radhiyallohu anhu aytdilarki, yoydim loyni, 16 chelak suv ketdi dedilar. 16 chelak suv. Qo'llarim qavarib ketdi. Qizarib ketdi. Charchab ketdim. Yelkalarim toliqdi. Ayolning oldiga bordim. Ayol menga 16 dona xurmo berdi dedilar. Mardikor Hazrati Ali 16 dona xurmo berdi. 16 dona xurmoni oldim, cho'ntagimga qo'ydim. Masjidga kelayotgandim, payg'ambar alayhisalomni ko'rib qoldim. Ha Ali dedilar. Qayoqqa boryapsan? Yo Rasululloh, mardikorlik qildim ozgina. Shu bola chaqamga bir narsa topdim, shularni bir kiritib beray, yeb olsin, hammasi och. Payg'ambar alayhisalom qanday topding dedilar. Shunaqa xizmat qildim, birovni loyiga suv toshib berdim, 16 dona xurmo berdi. Ey Ali, pokiza rizqingdan meni ham nasibador qil dedilar. Bu pokiza rizqdan menga ham bir nasiba ber. Bu barakali rizqdan menga ham bir nasiba ber dedilar sallallohu alayhi vasallam. Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, payg'ambar alayhisalom u xurmoni olib yeyotganda rozilik alomatlari ko'zlaridan ufurib turardi.